Assalomu alaykum Arzon Vodiyda kanal obunachilari va biz YouTubedan tomosha qilayotgan obunachilarimiz. Biz bugun mana Toshkentdagi Jack Motors avtosaloniga kelganmiz. O'tgan safargi reklamalarimizdan ko'pchilik olib foydalanishga xursand bo'ldik. Hozir yana ham yangilikni sizlarga yetkazib boramiz. Qanaqa deyotgan bo'lsanglar, endi rassrochkaga hech qanaqa banklar, peniyalarsiz olishinglar mumkin. Zavodda o'zi sizlarga rassrochka berar ekan 13 oyga. Bu sizlarga hozir Hokimbek ukamiz to'liqroq tushuntirib beradi. Administrator, sotuv menejeri bo'ladi. Uka, qanaqa moshlarimiz narxlari bilan, keyin nima sharoitlarimiz borligi, keyin nechta tonna ko'taradi, shular haqida to'liqroq ma'lumot bersak. Aka, birinchi o'rinda obunachilaringiz bilan salomlashib olsak. Assalomu alaykum hammaga, Arzon Vodiy kanali obunachilari. Kuzatib borganingizdan hammangizga rahmat aytamiz. UzAvto Trailer zavodi bo'yicha yangiligidan boshlaymiz. Ya'ni bu qanaqa yangilik deb so'rashingiz mumkin. Jack X200 modellarimiz uchun deyarli har bir toifasiga rassrochka e'lon qilganmiz. Ya'ni 50% boshlang'ich to'lov bilan o'zini pulini bo'lib to'lashga beryapmiz hozirgi paytda. Hech qanaqa bank peniyallashmagan holatda? Yo'q, hech qanaqa bank-manksiz. Qisqasi, ya'ni hozir u odamni olgan odam o'z nomeri ham o'z nomiga qadaladi, to'g'rimi? Nomiga оформление bo'ladi. Nomiga o'tadi. Nomiga o'tadi 100%. Haligi biror sizlarning nominglarda yoki firma nomerida turmaydi-da, shu Jack avtomashinalarimiz ular nomiga o'tadi. Qolgan summasini salonda o'zidan rassrochkaga olib ketadi, zavodda o'zidan. Zavodda o'zidan shartnoma asosida 13 oy muddatga, ya'ni hech qanaqa foiz-moiz ustamalarsiz o'zini pulini bo'lib to'lash. Mashina mijozi o'zini nomida bo'ladi. Faqat nimasi ma'qul emas, faqat har bir joyda zapretga olinish toifasi bor. Endi u to'g'risi 5 qo'limiz barobar emas. Siz yaxshi inson bo'lishingiz mumkin, lekin yomon odamlar tufayli bu mashinalarimizni haligi sotib olish huquqi bo'lmaydi. Endi qachonki mashinani pulini to'lab bo'lguningizgacha, agar to'lanmagandan keyin bu haligi hamma o'sha taqiq qo'yilayotgan salonlarda qoidasi shunaqa bo'ladi. Endi Hokim aka, bu mashinalarimizni holatlari, yili, keyin nechta tonna ko'tara oladi, motor ob'yomi haqida to'liqroq tushuntirib bersak, YouTube'ga ketyapti baribir. Aka, bu mashinamiz Jack X200 bartovoy holati. Yuk ko'tarishlarini kitobi bo'yicha aytadigan bo'lsak, salkam 2 tonnaga yaqin, ya'ni 1 tonna 845 kiloni tashkil qiladi. Motorlari Euro 5 2lik atmosferli motor bilan jihozlangan. Salon ichlarida aka ko'rishingiz mumkin. Xo'p, korobkamiz aka mexanika variantda bo'ladi, 5 pog'onali. Rullarimiz elektron gidravlika, konditsionerlari, misol uchun odamga qanaqa qulayliklari bo'lsa, shu qulayliklarga ega. Bu yoqda sidinalarimiz dakmetalniy 3 kichilik mo'ljallangan. Bu yoqdagi kichkina sidinamizni yotkazadigan bo'lsak, bu 2 kishilik bo'ladi. Bu yoqqa patstakanlik, suv yoki hujjat buni ichiga qo'ysa bemalol bo'ladi. Mashinamiz yana qo'shimchasiga domkratlari bo'ladi. Domkratlari qayerda joylashgan desiz? Shopper tomon sidinamiz yotkizsak, orqasida 5 tonnaga doğru yuk ko'taradigan shu o'zini zavodskoy domkratlari chiqadi. Motori qanaqa ob'yomi? Motor ob'yomiga keladigan bo'lsak, 147 ta ot kuchi. Bu motorimizga metan o'rnatsa ham bo'ladi, propan ham o'rnatsa bo'ladi. Hech qanaqasiga gaz pas tanlash holatlari yo'q. Atmosferli motorda? Euro 5 atmosferli motor. Buni 1 tonna 850 ko'taradi deyapsizmi? 1 tonna 850 desa ham bo'ladi. 845. Bu texpasportga yoziladigan. Bu deyotganimiz endi ma'lumot. Hali gapiramiz, yo'llarda sizlarni GAI xodimlari to'xtatayotgan paytda 2 tonnadan oshiq yuk, misol uchun 2 tonnagacha yukni bemalol ko'tarib hujjat bilan ketsanglar bo'ladi. Ba'zi bir mashinalarda mashinangiz yukni ko'tarishi mumkin, lekin hujjat tarafdan to'g'ri kelmaydigan holatlarga bu mashinalarimiz zavod tomonidan qonuniy yaxshi texpasportida 1 tonna 850 2 tonnagacha bemalol ketaversin degan qonunlari bor. Shular qonunlari bor. Endi biz mashinamizga asosan mijozlarimiz uchun aytamiz. Mana YouTube'da, Instagram'da reklama qilib chiqqan holatda aytamiz. 2,5 tonna oshiq yuk bilan ham mashinamiz qiynalmaydi. Faqat garantiyasi masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu mashinamizni garantiyalari ham bor. 3 yil va 100 ming probeg asosida garantiyalari zavodskoy bo'ladi. Bemalol bizga murojaat qilib aloqaga chiqishsa, Jack toifasidan har qanaqa mashina bo'lsa, qo'limizdan kelgancha. Garantiyasi qancha dedingiz buni? 3 yil 100 ming probeg. Endi bu tentliklarga ham o'tkazadigan bo'lsa, 3 yil 100 ming probeg. Bu mashinalarimizni barto'ylari ham to'g'risi o'sha Hyundai, Kia'larga o'xshab qilingan. Holatlari juda ham Endi barto'y
tentli mashinamizga keladigan bo'lsak, mana men sizga hozir ochib ko'rsataman. Xo'p, buni uzunligi, bortimiz uzunligi 3.10 ga 1.65 bo'ladi. Ya'ni tent hisobiga 1.70 deb olsak bo'laveradi. Balandligiga 1.76. Xo'p, men yana ham to'liqroq bo'lish uchun ichiga chiqib ko'rsataman. Men o'zim 1.80 atrofidaman. 1.80 atrofidaman. Men bemalol tika turadigan bo'lsam, yo boshim tegib qolmaydi. Bemalol 1.60, 1.70 atrofidagi akalarimiz ham qiynalmasdan yuk yuklasa bo'ladi. Eng qizig'i bu tentlarimiz yig'ishtiriladi, bemalol anaqa yuklamaydigan holatlarda ham bemalol anaqa usti ochiq narsalarda ham ketsa bo'laveradi. Ha, bu rolikli tent hisoblanadi aka. Dokumentlarida ham hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Narxlarini aytmadik. Buni narxini 247 million dedingizmi? 248 million 640 ming so'm. 248 million 640 ming so'm. Endi taxminan 10 ming dollar pullar bo'ladigan bo'lsa, zavodda o'zidan rassrochka xarid qilishimiz mumkin. Endi men dollarda aytyapman. Bu mashinamiz narxi qancha qo'shiladi shunda? Bu mashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsak, 255 million 560 ming so'm. Bu zavod narxida. Bu dollarda taxminan 21.200 u yoq bo'ladi. Bu mashinamiz ham shu 10,5 ming 11 ming dollar pullar bo'ladigan bo'lsa, o'zini pulini bo'lib to'lashga zavodda o'zidan rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Eng qizig'i o'zingiz nomingizga chiqadi mashina, shunaqa adashmayotgan bo'lsam. Xuddi shunaqa. Bu esdalik naqa termizlikmi bu shunday yo xolidenlikmi? Bu aka xolidenlikka mo'ljallangan. Bu ham Jack X200. Xo'p, buni tan narxini aytib o'tadigan bo'lsak, 275 million 720 ming so'mni tashkil qiladi. Salon ichki holatlari bartovoy bilan, tentovka bilan hammasi bir xil bo'ladi. Unisida nima bo'lsa, bunisida ham xuddi shu funksiyalari bor. 22,5 ming dollar atrofida bo'ladi. Bu dollarda hisoblaydigan bo'lsak, bu mashinamiz ashaligi kalbasa mahsulotlarini sotish bilan shug'ullanuvchi akalarimiz uchun juda ham qulay. Ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i yangisi mana haligi bo'ylari ham hamma yo'g'i joy-joyida, ikki taraflama, orqa tarafdan ham eshigi bor, yon tarafda ham eshiklari bor. Agar bunga xolidenliklarini ham qo'yib berishlar mumkinmi yoki xolidenlik chiqmagan sizlarda? Bu tayyor refrigerator qilingan mashinalarimiz ham bor. Xo'p, Jack toifasidan 5 xil, 6 xil assortimentimiz bor. Ya'ni bartovoydan tortib, yo'q, adashdim, shassidan tortib, benzovoz, vodovoz shunaqa toifalari ham bor. Refrigerator. Qiziqqanlar akalarimizdan telefon raqamlarini yozib qo'yib qo'yamiz. Bemalol so'rab, qaysi modellari bor, qanaqa sizga nima xizmat uchun olmoqchisiz? Xolidenlik kerakmi? Sizga suv tashimoqchimisiz yoki benzin tashimoqchimisiz? Qanaqadir haligi kiranchaliklari ham bormi yoki bunaqasi chiqqan yo'qmi? Zavod bilan xudo xolasa yana yangilik qilishda davom etamiz. Bizni kuzatib borishsin, to'liqroq ma'lumotlarni, yana yangiliklarimizni Arzon Vodiy kanalida yana reklama qilib boramiz. Bu mashinalarimizni ballonlari, holatlari menimcha almashtirish shart emas, o'zini balloni bilan ham yutsa bo'laveradi. Yo'q, zavodskiy yumshoq ballon, imенно yuk uchun mo'ljallangan. Oldi 15, orqasi 13 ballon tashkil qiladi. Zapaskalariga keladigan bo'lsak, orqa tomonda bo'ladi. Oldiga bitta, orqaga bitta zapas ballonlari bilan joylashgan. Hozir 2 li motor deyiladimi bu? 2 li motor. 2 li motorli, hamma tushunadigan tilda gapiradigan bo'lsak, 2 li atmosferniy motorda bo'ladi. Bu mashinalarimiz benzin, gaz tanlamaydi, haligi yo'llarda qiynalib olmaydi. 3 yil garantiya yoki 100 ming kilometr. Xuddi shunaqa. Qiziqqanlar bemalol aloqa qilib, telefon raqamlaringizni yozib bo'ladi. Bu joyda manzilga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar kiradi, aytaman. Toshkent shahar, Sergeli, Zapchas bozor, mashina bozor, Zapchas bozorning orqa tarafi. Mashina bozorida orqa tarafidagi Zapchas bozor asha hamma bilgan Sergeli mashina bozorining orqa tarafida desanglar, o'zi bilinadi, asha oldlarida har xil salonlar bor. Telefon raqamlaringizni yozib qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelganki sizlarda trading xizmatlari bormi? Barter, misol uchun sizga mashinasini olib keladigan bo'lsa, aka meni mashinamni olib qolib, misol uchun men Gentraven yuribman-da deylik. Aka men to'g'risi manaqa o'zim ishimga mana bunaqa Jack mashinalari yoki un tashiyman yoki manaqadir yem tashiyman deyotganlar uchun olib qolib mashina ham berishlar mumkin. Hozircha unaqa xizmatlarimiz yo'q, lekin mashina bozor yonimizda bo'lganligi uchun mashina bozoriga olib kiriladi, mashinasi sotiladi. Boshlanish to'lovi asosida pulini qabul qilib qolaveramiz. Bemalol qiziqqanlar aloqa qilishlar mumkin. Telefon raqamlaringiz yozda bo'ladi. Nomeringizni yoddan ham aytib qo'ying, baribir YouTube'dagilar. Nomerimizga keladigan bo'lsak, agarda qiziqqan mijozlarimiz shaxsan o'zimga bog'lanmoqchi bo'lishadigan bo'lsa, 91lik 163 1110 qisqa raqamlariga telefon qilishsin. Bemalol javob berishga harakat qilamiz. O'zingiz raqamingiz-chi?
Shu o'zimning raqamim 91lik 163 1110. Ha, endi ko'pchilik juda ko'p avtosalonlarda xatosi aka, mana siz o'zingiz nomeringizni beryapsiz, bu zo'r natija. Nimaki siz yuragingizdan chiqarasiz. Avtosalonlarda ko'p xatosi call centerda beradida, ular keraklicha ma'lumot bermayapti. Call centerda raqamini ham, если что bizga men o'zim bilan bog'lana olmaydigan bo'lsa, call center raqamini ham aytib o'tib ketamiz. 71lik 244 77 raqamiga telefon qilishsa, menejerlarimiz ma'lumot berishda charchashmaydi. Ishlari bir kunda hal bo'ladimi? Xudo xohlasa ishlarini bir kunda yoki maksimum bir kun hisoblaydigan bo'lsak, minimum 4 soatda mashina bilan chiqarib yuboramiz. Xudo xohlasa bir kunda ishlarni hal qilib beradi. Vodiydan kelayotganlarimizga alohida bonuslari ham bor. Benzin deysiz, nimadir. Bizni nomimizdan chiqadigan bo'lsalar, sizlarga xudo xohlasa boshqacha kayfiyat bilan kutib, ishlarni zo'r qilib bitkazib beradi. Biz kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga bundan ham qiziqroq videolar olishda davom etamiz.